Ada chaqirdingizmi? Yangi telefon olib berding, ishlatishni o'rgatmagansan-ku. G'oyib kitob ber. Saqlanib qilinganmidi? Bilmayman, yozib qo'yuvdan unda. Bu yerda faqat pomidorchi Zulfiya turibdi. Nima aytyapsan? Kirillcha yozgandir. Gayib deb yoz qani mana. Qayerda yozadi buni? Mana Tolib belgila qildirdim mana. Zo'r chiqdi mana. Keyin nima shunaqa qil mana. Mana. Senga ham gaplashib beraman. Nomerni yozgin-da hozir. 91 hozir shunda topingsa tashiyman. Uloq. Ey, Mana men Telegramdan tashlab ber Tolib akanga. nimani? Videoni. Xo'p. Keling, ochkigimni olib keling. Mana Adajon ochkingiz. Mana. Kim menga inglizcha yozyapti, ha? Kim? Yo'q, Adajon bu programma. Qanaqa programma? Bu buzmaydimi, bu virus tushmaydimi? Yo'q, hech narsa qilmaydi. Qarang lekin virus tushsa. Buni o'chirib tashlay olasizmi? Bolam qarama bitta mahkama qamalasa, shtraf deyapti. Qanaqadir saytga kiruvmidingiz? Hech qanaqa saytga kirmaganman. Bolang o'ynadi boya, bolang kirgan. Yo'q, Abbos. Berib turingchi. Yo'q, chaqir Abbos. Qanaqa saytga kirgan? Abbos! Ada tinchlikmi vohma qilib chaqirib oldingiz? Men senga sovg'a qilganingni mana shu telefonni. Chiqolama bergan do'midim. Yo'q, aytmagan edingiz. Aytganman. Qo'limdan tushib ketdi. Buzilmadimi qara. Ada, siz ustachilik qilishingizni bilib turib, Onur X7 telefonni olib berganmiz. Bu tashlavorsiz hech narsa Sen nima tashlab yuborasan? Ko'p vohma qilma. Ada, buchi suvda ham ishlaydi mana. Shunga bizani nima qilyapsan sen? Ha, Ada ishlaydi, siz xavotirlanmang, mazaq ishlating. Mana qarang mana. Mana. Yey! Mana. O'g'illarim xuddi sendek telefon olib berdi. Faqat tushunmayapman-da. Kim o'zi teskari ushlayapsan. Menga sovg'a qilgandan ertasi kuni o'sha ishlatishni boshlab, bemalol gaplashib, alo bo'lgan. Xabarlar yotdi. Qamalasam, mahkama, shtraf, nima turli. Qanaqadir saytlarga kiruvmiding? Yo'q, nevaralar kirgandir-da. Buni bilasanmi, otib yuborsang ham ishlayveradi. Voy, nima o'tirasan buni? Hech narsa qilmaydi. Hayotingni o'zgartirmoqchimisan? Sen bilan chorri psixolog 322 yillik tajribamdan kelib chiqqan holda men senga motivatsiya beraman. Hayoting tubdan o'zgaradi. Birinchi qoida: hayotingda o'zing yoqtirmaydigan ishni qilishga o'zingni majburlashing kerak. Bacham? Nima bo'lyapsan? U ish qilmaydingki? Dada, men chorri psixologdan motivatsiya oldim. Kelajakda o'zim o'rnim topishim uchun o'zimga yoqmagan ishlarni qilishga o'zim majburlashim kerak. Shunga hozirda mana chiniqqanman. Men alaqib bermang, qoching. Yaxshi psixolog ekan unda ish qilish o'rgatibdi senga. Malades. Bosib bacham. Senga ikkinchi motivatsiya. Orqangdan gapirganlarga hech qachon e'tibor berma, chunki ular hamisha orqangda. Zoker, bola, suv berdingmi? Zoker? Bacham? Bacham. Zoker? Bacham? Bacham. Nima qaraymisan? 2 soatdan beri chaqiryapman. Dada, men orqamdan gapirganlar umuman e'tibor bermayman, chunki ular mendan orqada. Agar oldimdan gapirsangiz aytib beraman. Kim o'rgatdi? Chorri psixolog o'rgatdi. Kelajakda men yuksalishim uchun juda kerakli narsa ekan bu. Chorri psixolog onasini? Senga uchinchi motivatsiya. Qo'rqgan ishlaringni qilishni o'rgan. Qalbingni qo'rquv egallashiga aslo qo'yma. Qo'rquvga tik bor. Og'zingga o'choq yoqaman ana. Qol yog'ochdan qamish qilar, ot qilar. Dadasini yomon desang dod qilar. Qol yog'ochdan Udu. Ha? Uka olib keling. Adam bash yog'ochlarini tashlabdilar, boru. Agar hovuz to'xtatmasak, oxiri yomon bo'lardi. Mahalladagi qo'shnilar gap tuzib tashadi. Gapsiz qilsa ko'rsin, avvalgilar 80 boy, 90 boy deganlari bo'lgan. Nima sen?
Svet o'chdimi? Qolyog'ochdan qand chiqdilar, otdilar. Dadasini yomon. Jonga tegdilar, boru. Hozir o'g'lim ukamdan katta. Nimadir qilmasa bo'lmaydi. Real, gapirlar adamga. Aka, odamlar realni to'xtatinglar. Qaysi biri? Voy Kozim. Qazimni olib kel, Qazimni. Ha. Qazim tashib olganman deyman. Qanaqa qildingmi? Bu jinni adam o'zlari bizani aldayotdi-ku bu oxirgisida. Qaysi biring bo'lsa ham podavolga tushib damlamamni olib chiqib ber. Bir ichinglik quvvat bo'lsin. Onasi. Mana shu damlamasini yo'qotib olishim kerak. Qolyog'ochdan qand chiqdilar, otdilar. Dadasini yomon desang dotdilar. Shohab menga qara, asalni olasan, ichiga yong'oq qo'shasan, qorong'onaga qo'yib qo'yasan. Keyin yeyman, ha? Yo'q, buni olib kelgani xotiningni jo'natasan. Qorong'onaga. Xotinimni olib kelar, keyin yeyman. Voy, yo'q, yemaysan, orqasidan borasan xotiningning orqasidan. Keyin yeymanmi xatiyaba? Yo'q, yemaysan, gap asalda emas, gap qorong'onada. Asal prosta lavuchga, tushunsanmi? Ey, endi men hammani qutqaraman. Qarab tur. Yaxshilab ahamiyat bermadilaringmi? Uyda svet o'chib qolibdi. Bunga bizani sifatsiz, ichirib ketgan, irib ketgan kabellarimiz sababchi. Ana endi o'sha kabellarni artikul kabellarga alishtiramiz. Chunki bu toza mis, elektrni yaxshi o'tkazadi, qo'lbola emas, davlat standartlariga javob beradi. Keyin yonmaydigan qobiqqa ega, sovuqqa ham, issiqqa ham chidamli. Har bir metri tekshiruvdan o'tkazilgan. Ana endi biz qutqarilganlar. Assalomu alaykum. Ko'rdingmi? Suratdingiz? Bugun qo'yib berasizmi? Montaj yubordi. Adam qanilar? Sanatoriya ketganlar. Voy. Onamchi? Birgalar. Qolyog'ochdan qand chiqdilar, otdilar. Dadasini